Assalomu alaykum yurtdoshlar, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugundan biz YouTube faoliyatini yuritishga Xudo xolasa harakat qilyapmiz. Bundan bag'ab shu Abdurahim, men Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan Abdurahimman. YouTube'da ko'p blogerlarda chiqqanman. Abdurahim tog'am bilan ko'pchilik tanigani uchun biz shu nomli chiqishga qaror qildik. Abdurahim tog'am bilan YouTube kuzatuvchilarni hammasiga like bosib bizni qo'llab-quvvatlashlarini so'raymiz. Bu chorvada qo'limizdan kelganicha hammasini tushuntirib, kuzatib, qo'y boqish, olish, sotish hammasini chiqarib borib harakat qilamiz yurishga. Qo'limizdan kelgancha kunda kun o'sha imkoniyatimizni boricha qo'limizdan kelgancha tushuntirib boramiz. Mana qanaqa qo'ylar olinadi, qaysi faslda bu ham qo'y ham har xil vaqti kelganda qo'chqor olib baqish kerak. Mana hozir bo'g'oz sezoni deydi. Bo'g'oz sezoni keldi. Hozir tug'adigan qo'ylarni olib joyidan olib boqilsa daromad yaxshi, xudo xolasa. Bundan bag'a to'xli qo'ylar, sog'liqlar, bo'g'ozlar tug'adigan ona bola shu bilan mart o'yini oxirigacha mana shu sezon bo'ladi. Bo'g'oz sezon, ona bola sezon deymiz biz qo'y boqadiganlar. Endi shu ko'pchilik o'zingizni shaxsiy kanalingiz bormi deb so'rardi. Mana Tojikiston, mana O'zbekiston, Vodiy, Toshkent hammalaring tanisizlar, xudo xolasa. O'shalarni iltimosiga binoan biz ham sekin mana shu YouTube tarmog'iga o'tishga qaror qildik. Xudo xolasa bundan bag'a o'zimizning shaxsiy kanalimiz bo'ladi. Qanaqa xizmat tushuntirishmi, nima bo'lsa ham o'rgatib borishga, qo'ylarni sotiladigan qo'ylarni olish, sotish shu sohaga kirdik. Buni kirishimizga sabab asosiy o'sha men bundan 1,5 yil oldin chiqishni boshlagan bo'lsam blogerlarda shunga ko'pchilikni haligisi taklif qildi, iltimos qildi, o'zingiz ham kanal oching deb. Ko'pchilik mana shunga kiring dedi. Shu sabab mana bu rizq ekan, shu savdo sohasiga ham o'tib mana yangi qo'yxonalarimiz mana ko'rib keldan bitirdik. Mana hozir bo'g'ozlar hammasi sotuvda kelyapti. Biz bir hafta 10 kun, 15 kun sinab, tekshirib hammasini sinovdan o'tgandan keyin sotishga qo'yganmiz. Bu srazi kelgan kundan sotuvga qo'ymaymiz. Oldin hammasini sinab olamiz. Sog'ligini, ayniqsa yeb ichishini, bizga ham yoqmagan joyi bo'lsa qaytarib berib beradigan joyga, optim joydan qaytarib berib beramiz. Xudo xolasa bundan bag'i uzilish bo'lmaydi. Hech qanaqa qo'ydan mana hammasidan bo'ladi. Imkon darajasida xizmatlaringni beramiz. Bundan bag'i doimo like bosib bizni ham qo'llab-quvvatlashlaringni iltimos qilamiz. Bizni ham kanalimiz rivojlanishini endi biz ham xohlaymiz. Xudo xolasa qachon qanaqa xizmat bo'lsa qo'limizdan kelganicha mana nihoyatda chiroyli, mana yaxshi qo'ylarni olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Mana hammasi sog'lom, chatog'i yo'q. Dastlabki xizmatlari bilan yetkazib vohaga ham yetkazamiz. Xudo xolasa vohada ham shogirdlarimiz ko'p juda. Kecha o'zimizni telefon qilib yurgan shogirdimiz keldi bugun kuzatsalar bega. Xudo xolasa vodiy bo'ylab voha Toshkentgacha dastlabki xizmatlari bilan olib kelish, olib ketish hammasini qo'limizdan kelganicha bundan bag'a Xudo xolasa sizlarning xizmatlaringdamiz. Qo'y olish sotish emas, qachon bir maslahat ham qo'limizdan kelganicha 100% bilib o'tib ketmasak ham qo'limizdan kelganicha Allohga shukr mana shu qo'ylarni tushunamiz, ko'p boqqanmiz, tushuntirib boraveramiz. U haligi ba'zi birlar ijolat ham qiladi. Hozirgi kelgan telefonda ham shu maslahat so'rab telefon qilishdi. Men uzr deb qaytarib qo'ydim. Endi qaytaraman ularga. Xudo xolasa hech qanaqa behijolat telefon qilaverasizlar. Maslahatni qo'limizdan kelganicha, bilganimizcha tushuntirib o'rgatib boraveramiz. Hammalaringga katta rahmat. Like bosib biz ham kanalimizni rivojlanishiga hissa qo'shib qo'llab-quvvatlashlaringni so'raymiz. Hammalaringga katta rahmat.